Ulamolar qalbni elakka o'xshatishadi. Elakni qarang, elakning ko'zlari bor. Elakning ko'zlari elagan sari bitib qolaveradi. Shu darajaga yetadiki, ustiga un, aslida undek mayin narsa yo'q. Lekin elakning ko'zi bitib qolsa, ustiga un so'zsangiz ham o'tmay qoladi. Qalb turibdi, lekin bitib qolgan. Xuddi shunday inson ham har bir gunohi ana shu qalbidagi elakni ko'ziga o'xshagan qalb ko'zlarini bitqizadigan narsa har bir gunoh. Ilahi qad tarakamat az-zunub wa ma zalat bi ghaflatiha al-qulub wa ma zalat bi ghaflatiha al-qulub. Ulamolar qalbni elakka o'xshatishadi. Elakni qarang, elakning ko'zlari bor. Elakning ko'zlari elagan sari bitib qolaveradi. Shu darajaga yetadiki, ustiga un, aslida undek mayin narsa yo'q. Lekin elakning ko'zi bitib qolsa, ustiga un so'zsangiz ham o'tmay qoladi. Qalb turibdi, lekin bitib qolgan. Xuddi shunday inson ham har bir gunohi ana shu qalbidagi elakni ko'ziga o'xshagan qalb ko'zlarini bitqizadigan narsa har bir gunoh. Har bitta gunoh. Inson bitta gunoh qilsa, shu elakning bitta ko'zi yopiladi. Natijada haq kirmaydi unga. Gunohkorligi sabab. Qalb bosqichlari birinchisi qalbni chang qoplaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Innahu la yughanu ala qalbi va inni la astaghfirulloha azza va jalla fi yawmin 100 marra." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Meni qalbimni ham chang bosib qoladi. Shuning uchun Allohga kuniga 100 marta istig'for etaman" deganlar. Bu nima degani chang bosib qoladi degani? Ya'ni ko'plar o'ziga o'zi mahliyo, men nima gunoh qilibman istig'for aytay degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima gunoh qilibdi 100 marta istig'for aytayapti kuniga? Rasululloh aytayaptilarki, sen o'zing gunoh qilishingni qo'ygin hali. Asli shu gapingni o'zi gunoh, men nima gunoh qilibman desang. Shu gapingni o'zi gunoh. Alloh chunki oyatda fala tuzakku anfusakum, o'zlaringni oqlamanglar degan. Endi xo'p, gunoh qilmabsan ham deylik. Rasululloh nima gunoh qildi bir kunda 70 marta istig'for aytayapti. Rasululloh aytayaptilarki, qalbimga chang bosadi. Ya'ni chang nima degani? Mana bir inson oldingizdan changitib o'tib ketadi, shuni changi sizga ham ta'sir qiladi. Siz qilganingiz yo'q, u changni siz chiqarganingiz yo'q, lekin o'sha birov chiqargan chang sizga ham ta'sir qiladi, siz o'zingizda ham chang bosib qoladi. Bir hafta uyni tozalamasangiz hamma joy chang bosib ketadi. Xuddi shuningdek inson hayotda o'zi gunoh qilmagan taqdirda ham ana atrofingizga qarang, qancha odam gunoh qilib, ko'chaga chiqasiz, xohlang, xohlamang, taron-turon qilib kimdir musiqa qo'yib oldingizdan o'tib ketadi. U qilgan gunohini changi sizni qalbingizga borib o'tiradi. Endi uyda bir haftada bir changini artmasangiz nima bo'ladi? Men changitganim yo'q-ku deb o'tiraversangiz, loyga aylanib ketadi. Siz qilganingiz yo'q changni. Hali atrofdagilardan yig'ilib kelganda bugungi kunda hayot ma'siyatga to'lib ketgan. Ko'cha-ko'yga chiqasiz, qo'shiqmi, yarim-yalang'ochmi, fisq fasod to'lib ketgan. Odamlar o'zini urib tiqadi aksincha shunaqa joyga. Shovqin suron to'polon joylarga o'zini tiqadi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, shunaqangi odamlar qilayotgan gunohlarda changi meni qalbimga o'tirib qoladi. Bu natijada haqni ko'rishdan man qiladi. Shuning uchun kuniga 100 marta istig'for aytaman. Hali changga. Endi o'zi ma'siyatga botib yurgan odam men endi qanday qilib haqiqatni topaman, voy fitna ko'payib ketdi, qanday to'g'ri yo'lda topar ekanmiz deb gapirib o'tirmasin. Chang insonni shu darajada haqni ko'rishdan mahrum qiladi. 100 marta istig'for aytaman changga deyaptilar. Bugun kunda odam o'zini qalbiga o'zi loyda mag'zavani og'diradi. O'tirib soatlab o'tirib g'iybatxona qiladi. Soatlab o'tirib kino ko'radi. Bu har bir soniyasi bu kinolarda hozirgi kunda chiqarilayotgan kinolarda erkaklarga nisbatanmi, ayollarga nisbatanmi har bir soniyasi fitna uni. Bir soatlik kino ko'rsangiz, har bir soniyasida bittadan fitna bor. Odamlar uni gunoh sanamay ham qo'ygan. Kino ko'rish gunohmi deydi? Televizor ko'rish gunohmi? Shunaqa bo'lib qolgan. Shuncha mag'zuvani qalbga og'diradi-da, endi chiqib keyin fitna ko'payib ketdi, hamma joyda haqiqatni topolmayapmiz, nima qilaylik deb yuradi. Gunohdan tiyilgin, o'z-o'zingda haqiqatni ko'rasan.